Hürmetli vatandaşım, bugünkü leksiyalarımızı başlayımız. Leksiyada size qajırız, Washington'dan sözleyimiz. Biz evvel kiri söz orun düşündaq deyli ki, Amerika Qo'shma Shtatlarının davlat ishlar katibi Rex Tillerson Yaponiyaga tushdi. Dal shu vaqtda SAT raketa sistemasining radar qurilmasi ham Janubiy Koreyaga tushdi. Mushundaq bir paytda endi yana bir xabar, katta xabar deyishga bo'ladi. Hozir Janubiy Afrikada o'tkaziladigan bir yig'in. Xalqaro ijodiyat qurultayi nomidagi bir yig'inga Tayvan taklif bilan qatnashdi. Bunda Tayvanga xalqaro makon tayyorlab berish harakati boshlandi yoki bu dal shu Tayvanga xalqaro faoliyat makoni tayyorlashning bir boshlanishi bo'lib qoldi. Bizning xo'sh xabarlarimiz ana shu. Endi bugungi so'zlaydigan munosabatligimizning mavzusi bundaq. Amerikaning Jungo bilan bo'lgan munosabatining yangi asosi ro'yi. Natija munosabatni o'lchashning o'lchimidir. Mavzuli xabar 3-oyning 15-kuni Amerika ovozidan Xitoy tel programmasi e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlandi. Washington. Amerika Qo'shma Shtatlarining davlat ishlar katibi Tillerson haftaning 2-kuni qo'zg'olib Koreya, Yaponiya, Jungo qatorliq Osiyo davlatlariga tunji qatimliq ziyoratini boshlaydi. Amerika Qo'shma Shtatlari davlat mahkamasi Sharqi Osiyo ishlariga mas'ul yordamchi davlat ishlar katibi Susan Thornton xonim haftaning 1-kuni muxbirlarni kutib olish markazida davlat ishlar katibi Tillersonning tunji qatimliq Osiyo ziyorati to'g'risida muxbirlarga fikr bayon qildi. Davlat ishlar katibi Tillerson Jungoni ziyorat qilish mezgilida Reis Xi Jinping bilan ko'rishib, uning tez orada Prezident Trump bilan uchrashishiga yo'l ochdi. Yordamchi davlat ishlar katibi Susan Thornton xonim Prezident Trump hukumatining o'rni tutishini umid qilgan Amerika Jungo munosabatining asosi ro'yini sharhlab o'tdi. Davlat ishlar katibi Tillerson Reis Xi Jinping bilan ko'rishdi. Yordamchi davlat ishlar katibi Susan Thornton xonim bundaq ko'rsatdi. Davlat ishlar katibi Tillerson 3-oyning 18-kunidan 19-kunigacha Jungoni ziyorat qilgan mezgilda Jungo davlat mahkamasining a'zosi Yang Jiechi, tashqi ishlar ministri Wang Yi, vazir Li Keqiang hamda Reis Xi Jinping bilan ko'rishdi. Davlat ishlar katibi Tillerson Jungoni ziyorat qilishdan burun Prezident Trump bilan Reis Xi Jinping telefonda so'zlashgan. Tillerson Germaniyada 20 davlat boshliqlari yuqori darajaliklar yig'inidan avval chaqirilgan tashqi ishlar ministri yig'ini oralig'ida davlat Jungoning tashqi ishlar ministri Wang Yi bilan suhbatlashgan. Susan Thornton xonim mundaq ko'rsatdi. Bu Prezident Trump hukumati huquq yurgizishning dasturida elib borgan telefon suhbati va uchrashishlar oshkorildiki, Amerikada tezlik bilan harakat qo'llanib, yaxshi aloqalashish yo'llarini ochib, Jungo bilan favqulodda qurilish xarakterlik munosabat o'rnatishga izlanyapti. Prezident Trump hukumatining Jungo siyosati to'g'risidagi yoki Jungo siyosatining asosi ro'yi vaqtliq yordamchi davlat ishlar katibi Susan Thornton xonim Prezident Trump hukumati Jungo bilan qanday munosabat o'rnatishni orzu qiladiganligini texmi ilgirlagan holda sharhlab mundaq ko'rsatdi. Biz Jungo bilan natijaga e'tibor beradigan munosabat o'rnatishga izlanamiz. Diqqat vatandoshim. Natija deyli, sobiq prezident Clinton davridan deyli, Iroqni qo'yib turayli. Clinton davridan tortib hozirgi Jungo o'rtasida elib berilayotgan suhbatlar
Canican menfaatga taqıladigan söhbetler, Xitayning canican menfaatiga taqşırgan söhbetler, o'ttirdagi ixtiloflar, nurg'un masalalar, ochiq aytgan vaqtda bu yerda Tibet masalasi, Shangang demokratiya masalasi, Tayvan masalasi, Uyg'uriston masalasi degandek masalalarning hammasi hozirga so'zlashib keldi. Natija qana? Bugün Prezident Trump hükümeti biz Jungo bilan natijaga e'tibor beradigan munosabat tiklashni, munosabat turg'izishni qo'g'lishimiz debdi. So'zin xonim boshda shundoq da'votidir. Nima deydi? So'zin xonim bundoq ko'rsatdi. Bir Jungo bilan natijaga, biz Jungo bilan natijaga e'tibor beradigan munosabat o'rnatishga izlanamiz. Demek netice buladigan, netice hasıl buladigan münasebet o'rnatishga izlanamiz. Birinchidan, Amerika xalqi manfaatdor buladigan. Ikkinchidan, ittifoqdoshlarimiz bizga bo'lgan sadoqatni saqlaydigan hamda Jungoning xalqaro nizomnoma prinsiplariga amal qilishiga haydakchilik qiladigan Amerika Jungo munosabatiga izlanamiz. Yandanlama hürmetli vatandaşlarım, birincisi netice berdiğen münasebet Amerika Jungo münasebeti, ikincisi Jungo'nun halkara prensip ve nizamnamalarga hürmet kılıdığan tarafga haydakçılık kılıdığan münasebet, üçüncüsü Amerika halkıga paydalık bulduğan münasebet. Muşulağı izlenimizdir. Demek Prezident Trump hükümetinin ameldarları tüncü qatam Amerika Jungo münasebetini yuqorqidek sharhili yoki tunji qatim Amerika Jungo munosabatining asosliq ro'yini navbatdagi Prezident Trump hukumatining Jungo qaratgan siyosatining asosliq ro'yini yuqorqidek sharhil. Muxbir, Jungo bilan natijaga e'tibor beradigan munosabat turg'izishga izlanish bu yangi bayonni tushuntirib qo'yishni talab qilganda netijaga e'tibor berish deydigan bundaq yangi bayonni tushuntirib qo'yishni talab qilganda so'zin Toronton xonim bundaq ko'rsatdi. Amerika Jungo qurilish xarakterlik muhokama elib birib, masala bor sohalarda masalalarni qo'l selib bir taraf qilish. Bu için ilgirlashni qo'lga keltirib, jumladan savdo munosabatlaridagi tengpungsizlik, ikki davlatning savdosi va mablag' selishida odil raqobat muhiti yaratish jihatlarda ilgirlashni qo'lga keltirish degandek. Tahlilchilar mundaq hisobladi. So'zin Toronton xonim Prezident Trump hukumatining Jungo munosabati siyosatining yangi tafakkurini sharhlab berdi. Xalqaro Xristian universiteti yuqori darajalik professori Stephen Naji mundaq hisobladi. Davlat ishlar kotibi Tillersonning bu qatam Jungoni ziyorat qilishdagi muhim Amerika Jungo munosabati o'lchimi. Ikki davlat diplomatik munosabat o'rnatgandan beriki iqtisod birinchi masala, siyosat ikkinchi masala, bexatarlik uchinchi masala. Sohalardagi o'zgarishni texmo vakillik xarakteriga ega qildi. Bu munosabatning yangi o'lchimi Jungoning Janubiy Jungo dengiziga egilik huquq talabini qo'yishiga va ig'vogarchilik xarakterlik muqimsizlik, Chavshan hokimiyatiga zarba berishlarni ham o'z ichiga oldi va shu qatorliq sohalarga berib chetiladi deydi. Yer shari bo'yicha davomli boshqa bir xabar diqqat qiling. Boy Tayvan to'g'risida dedik. Yer shari bo'yicha kasbiy ijodiylik qurultiyi Junhua Taybey degan ismdan voz kechib, o'rniga Tayvan degan ismni ishlatdi. Mavzuli xabar 3-oyning 15-kuni Amerika ovozining Xitoy tili programmasida e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlandi. Diqqat vatandoshlar. Washington Amerika Qo'shma Shtatlari yetakchiligida yer shari kasbiy ijodiyat qurultiyi Janubiy Afrikada 4 kunlik yillik yig'inlashdi. Bu yil Amerika Qo'shma Shtatlari tunji bo'lib Tayvanga aloqador taraflar vakillarini yig'inga taklif qilib, Junhua Taybey degan ismdan voz kechib, buning o'rniga Tayvan degan ismni qo'shib, Tayvan vakillar umigi deb atadi. Tayvan matbuotlari mundaq hisobladi. Bu harakat Amerika Qo'shma Shtatlari hukumatining Tayvanga maqsadli holda xalqaro sahna qurib berib, Tayvan bilan faol hamkorlashishga izniyotganligini ko'rsatib berdi.
Yerşari Kasbi İcadiyat Qurultayı Tayvan alaqadar tarafning vakilini yig'inga taklif qilganda Junhua Taybi degan ismni ko'rib o'tib, Tayvan vakillar umigi degan ismni qo'llandi. Tayvan Demokratiya Taraqqiyot Partiyasi, yani hozir hokimiyat beshidagi partiyaning qonun chiqarish komitetining a'zosi Yuan bu yig'inga qatnashdi. Bu alayli xo'sh xabar vatandoshim.